Obunachilar, bugun biz yaxshidan qoch o'yinini o'ynaymiz. Birinchi qism. Qani unda men yashirinib olay. U yaxshi, men qochishim kerak. Meni pichoqda izlaydi va meni pichoqlab o'ldirish kerak. Topsa ham, men o'ldirmagungacha hisobga kirmaydi. O'shanga yaxshiroq yerga bekinamiz. U hali boshlay olmaydi, sababi men unga 1-2 minutlik ban berib qo'yganman. Unda shu vaqtda ichida yashirinib olishimiz kerak. Bu videoni ichida rosa kulgili joylari ham bo'lishi mumkin. Men juda yaxshi yer topishda rosa ham bo'tman. Hop, bu men temam. Chiqib ketib qoldi, sababi ban endi ta'sir qildi. Men bu vaqtdan foydalanib yashanaman. Ya'ni Hovanay bu yer. Ko'rayotgan bo'lishinglar mumkin, xuddi shu yer. Oldinlari shunday meni betdan topa olmagan. Mana shunday bilan video olyapmiz. Hozir yana qo'shiladi o'yinimizga. Yaxshidan qoch. Hop. Mana boshladik qaytadan. Ortga qilib u meni pichoqda qidiradi. Bilganlaridek, men u qirilolmaydigan paytdan foydalanishim kerak. Hop. Yashirinadigan joylar ko'p-ku deyishlar mumkin. Albatta ko'p, lekin men ayni bitta yerda zo'rini bilaman. Itdan 2 yil ham topa olmasligim mumkin. Kerak bo'lsa 3 yil. Mana shu yer. Keladi, topa olmaydi, ketadi. Qalay qo'ya. Eshitishlar mumkin, obunachilar, ular u o'yinni boshlamoqchi. Xushnudbek, tezroq kel. Xushnudbek, men yashirinib oldim. Sen meni pichoqda topib o'ldirishing kerak. Shunda yutasan. O'yinning qoidalari sen umuman modsiz bo'lasan. Men ham modsizman. Umuman pistoletda meni o'ldira olmaysan. Pistoletda o'ldirganingni men bilib olaman. Pichoqda sen meni o'ldirishing kerak. Men yashirinib otib bersanmi? Men seni o'ldira olmayman. Shunaqa qilib qo'ydim. Video boshlanmasdan oldin obunachilar sen ham gapiraver. Video zapis yo'q. Senga ozmi eshitami? Ha. Mikrofondan gapir. Shunda yaxshiroq eshitiladi. Obunachilar, bugun biz Ilhomjon topish videosi. Bugun biz shunchaki aytsang ham eshitilaveradi lekin. Bugun Ilhomjon topib o'yinda yutishimiz kerak. Hop. Mana senga ishora beryapman. Eshitsang kelaverasan. Mana. Obunachilar, biz yutib ketamiz hali bu o'yinda. Qizillar bayrog'idamisan sen? Yo'q, bayroqni olishing mumkin emas. Qizillar bayrog'ini olishim kerak. Ya xalqdan mana. Yo'q, bayroqni olmaysan. Nima deganda? Sababi sen meni topib o'ldirishing kerak. Ya xalqdan mana ishdan chiqish qiyinki biroq. Ya, nima bo'lyapti? Böyle chiqishlarni topgan. Yo'q. Men eshitdim, yaqinroqdaman obunachilar. Deyarli meni yonimda. To'pponcha ovozini eshitsang, meni yonimga kel. Men unaqa sen bilishing uchun o'qlab o'tyapman, lekin senga tegmaydi ba. Qattiq qo'yibsan. Ashitdan chiqasan-da, lekin ashiradan tashqarida sen tug'ilgan yeringda, ya'ni ochiq yerda. Yo'q, obunachilar yaqinimizga keldi.
Bayrog'imni olib olding. Nimaga? Endi o'zingni bayrog'ingni yoniga borma. Nimaga? Endi men yutkizib qo'yaman. Sen topolmadim bo'ldi. Yo'q, meni o'ldirishing kerak, o'yin sharti. Kirgan yeringdan chiq ketaver. Yo'q. Deyarli topaydi dedi u. Qattiq hammadan top. Yo'q. Otma men. Xo'p. Qochinglar, o'g'nachilar. Yo'q. Qochib bo'ladi. Yo'q. Shuna kelishgansan, o'ynayman. Xo'p, mayli, o'ldirishma. Bo'ldi. Endi shunday sen qoch mendan. Yaxshini xohlagan yeringga. Endi men topaman seni. Qaramayman. Qaramayman. Sen ham menga qaramaysan. Shunday mana shu 36 soniya tugab olsin, ungacha seni bir-birimizni bemalol o'ldiraveramiz 36 soniya ichida. Jicha qolgan baribir. Mana shu jicha soniyalar kutib tur. Ha, o'ldirib qolsang ham qayta tirilib olasan. 3 2 1. Sen birinchi raundda shaxsan g'olibsan. Obunachilar, birinchi raund o'tdimi? Ikkinchi raund meni raundim. Shunday qidira boshlar. Ha endi men seni qidiraman. Sen yashirinman. O'yin boshlandi. Xo'p, obunachilar, bu raund yutmasam endi bilmadim. Birinchi raundda yutkazib qo'ydim. Bo'ldi, obunachilar, men yaxshilanib tayyorlanganman. Cho'ta shu yoqlarda yuribdi u. Sen topsam uzoqdan o'ldira olmayman. Faqatgina pichoqlab o'ldiraman. Sen meni o'ldira olmaysan. Tushunarli bo'ldimi? Men sal sendan uzoqroqqa ketdim. Endi sen telefoningni ko'rmaydigan darajada uzoqqa. Sen ham meni otib qo'ymaysan. Cho'ta o'sha yerda. Men uni bilaman. Shitdan qaytganlik yashirinib olgan. O'q menga tegib ketsa o'lib qolsam, o'yin tugab qolishi mumkin. Sabab bu o'yinni men alohida qilib sozlaganman. Yo'q. Shuni iplossan. Sen iplossan xat. Iplosdi. Bo'pti, endi xohlagandek urush. Red flag taken. Obunachilar, mavzu boshqa bo'lib ketdi. Xohlagan qurolingni olur. Bu pistoletdanmisan? Men ham pistoletdan. Pistoletga pistolet. Red flag. Ha. Obunachilar, Red flag returned. kim yutganini kommentariyalarda yozib qoldiringlar. Kim yutsin desanglar kommentariyada yozinglar. Endi xohlagandek urush. Keyin sizlarga bitta kanalni reklama qilaman. Artifact. U kanalda men tekinga reklama qilib beryapman. Hech qanday pul olmayman u kanaldan. Artifact menga aytgan, shunchaki o'zim Artifact muxlisi bo'lganim uchun
reklama qilib aytyapman. Aytasan. Artefaktimni xohlaysiz bo'lsanglar, o'shanga ham shu YouTube kanalda ochganman. Shunaqa gaplar xullas. Buni topsam o'ldiraman. Mana shunday 2 marta o'lgan ko'rsatib qo'ygan diyet. 2. Masa allaqachon 1 marta o'lganman. Xo'p, uni ham YouTube kanali bor. Bilsanglar. Bor. Xushnudbek Craft. Tuturman bazanda. Shu tomonlardan cho'ta ovozlar kelyapti. Topsam o'ldirib qo'ydi obunachilar. Qanday? Shunday hali ham o'yin davom etyapti. Yani 4 minut vaqtimiz bor. Ya'ni 13 sekund. Shu vaqt ichida o'zingga bitta legendarniy qurol ol. Hozir o'yin naqa bo'ladi, zagruzka. Ya'ni 0 dan boshlanadi. Bo'ldi. Obunachilar, men uni 1 marta o'ldirdim. U men diyet qilib 3 marta o'ldirib tashladi. U qancha tug'ilganini bilaman va menda eng zo'r qurollardan biri bu. Sekingina o'ldirib tashlayman. Hop, tushamiz. Shu yoqqa keladi u. Topdimmi sen bayrog'ingni yo'lida ekansanmi? Ha, xohlagan qurol deyilgan. Aha, mayli. Blue flag taken. Ben bu joyga o'qanim yo'q sani. Menga o'q deydi baribir. Qayta tirilding. Sen endi qaytadan kelish. Endi boshqa qurollarga yetmaydi bo'ldi. Bitta botiga ham bo'lsa ham yetar. Istagan pistoletda bo'lsa pistoletda urishamiz. Ha? Urishmayman bo'ldi. Taslim bo'ldim desang, hozir 3-3 baribir. Pakisan. Men qurolda basman. Pistoletda bo'lish kerak edi. O'zing bilasan. Jasadinggacha o'tyapman. O'zing bilasan. Ana obunachilar chidolmadi. Ha, mayli, mana men 4 marta yutdim. Wow. Bu kanalda deb bas. Bu taktika. Bob to'pponchida sen xohlagan quroling. Yo'q, yo'qdi. Obunachilar tur. Yaxshi ham to'pponcha deydi. Unda snayperma bo'ladi. Endi ham snayperlar. Demak, mana lekin 100 talikka mayli kichkinasini olamiz. Bu qayerdan chiqishini bilaman. Hop, obunachilar cho'ta bekinyapti. Mana.
Yo'q, beshik tur. Xullas, obunachilar, men yutdim mana. Kim yutganini kommentariyada yozib qoldiringlar. Hammaga xayr obunachilar.